Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz hozir ilk marotaba O'zbekiston tarix telekanalida Bobur taxti haqida ko'rsatuv olyapmiz. Ochig'i, manbalar so'zlaganda ko'rsatuvni bu joylardan olaman deb hech ham tasavvurimga sig'dirmagan edim. Hozir Kallar Qahar degan joyda, ya'ni Pokistonni, mana shu joyda Bobur o'zini taxtini qo'yib o'tirgan ekan. Hozir olimlardan, manbashunoslardan intervyu olyapmiz va bu joy haqida birinchi marta ma'lumotlar beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'tgan galgi ko'rsatuvimizda Pokistondagi Bobur taxti haqida hikoya qilishni va'da qilgan edik. Muslim instituti xodimlari va elchixonamizning vakili professor Ravshan Alimovlar bizni Kallar Qahar hududida joylashgan tarixiy manzilga olib borishdi. Delegatsiya rahbari akademik olim senator Azamat Ziyo ancha yillar avval Boburiylar manbalarini o'rgangani bois bu joy haqida bizga intervyu berdi. Yaqin yillardan boshlab juda ko'plab yurtdoshlarimiz mana Pokistonga kelib, bobomiz qadamlarga yetgan mana shunday muqaddas yerlar, undan tashqari u kishining merosxo'rlari, Boburiy hukmdorlar yaratgan juda ham ko'plab me'moriy obidalarni albatta o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Endi mana shu yerda turib men nimani o'yladim? Siz mana hozir savol tashladingiz. Qanchalik buyuk inson bo'lgan. O'sha qarashlari, fikrlari qanchalik ulug' bo'lgan. O'zi o'ylaydi, mana shu yerda tosh Bobur bobomizgacha bilmayman, minglabmi, 100 minglabmi, million yillar turgan shu tosh. Mana shu ko'lam bo'lgandir, million yillar. Ammo aynan shu toshning ustiga taxt qo'yishni o'ylash, uni yo'ndirish. Men hali sizga aytdim, bizda o'sha harbiy yurishlar haqida so'z ketganda go'yoki 1000 ta odam, 10 mingta odam, 100 mingta odam shunday otning ustiga o'tirib ketaveradi. Yo'q, bu juda katta bir xo'jalik bo'lgan. Katta bir o'ziga xos bir ishlab chiqarish bo'lgan. Bu bizni milliy harb ishimizni madaniyati bo'lgan. Ya'ni o'sha lashkari ichida oshpozu, tabibu, hatto go'rkovgacha bo'lgan. G'assolgacha bo'lgan. Tosh yunargacha bo'lgan, duradgoram bo'lgan, etidozam bo'lgan, hamma kasb egalari. Chunki harbiy yurishlar oylab, yillar davom etgan. Va mana shu davr ichida kerak bo'ladigan hamma ishlar uchun javobgar shaxslar o'sha kasb egalari albatta bo'lganlar. Bobur hazratlari mana shu toshni yo'ndirib buni endi taxtgoh desak ham bo'ladi. Ya'ni bu toshning ustiga u kishining taxti qo'yilgan, ya'ni taxti ham olib yurilgan. Mana shu yerda o'tirib katta rejalarni qilgan u kishi. Chunki Hindistonga qarab o'sha yurish mana shu yerdan boshlangan va yana bir muhim jihat, mana hozir Botirbek bekorga o'qib bermadi. Mana bu yerda o'sha Safo bog'iga asos soldi degan joy bor. Buni ham ko'rdik, bog'i ham, Safo bog'i. Ya'ni buyuk bobomiz urush istab kelgan emas. Bu bog' soldirish har kimni ham fikriga ham kelavermaydi, fe'liga ham to'g'ri kelavermaydi, qo'ldan ham kelavermaydi. Va yana bir joyi borki, uni oxirida hozir o'qib berganda tugatdi. Bu joylar Turkka tegishli joylar edi. Ya'ni men bu yerda mehmon emasman, men bu yerda bosqinchi emasman. Bu aslida o'zimizning yerlar bo'lgan degan o'sha zamonga mos ravishda aytildi. Bu yerdagi biz hozir pokistonlik hamkorlarimiz bizni kuzatib o'sha mehmondo'stlik ko'rsatib kelayotgan do'stlarimiz, Muslim instituti vakillari ham birinchi aytgan gaplari shunday bo'ldiki, sizlar bu yerga Bobur merosxo'rlari keldilar degan fikr aytdilar. Men aytdimki, faqat biz emas, merosxo'r, sizlar ham merosxo'rsizlar. Hammamiz bu meros egasimiz va bu merosni biz ko'z qorachig'ida asrashimiz kerak va xalqlarimizga, butun dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Va albatta, bunda sizni ham o'rningiz O'zbekiston tarix kanalini hissasi ham katta bo'ladi degan umiddaman.
Akademigimiz Azamat Ziyo ta'kidlaganidek, Bobur shoh bosqinchi emas, balki tarixan turkiylarga tegishli bo'lgan yerlarga keldi va bu joylarni jangsiz egalladi. Boburnomadagi aynan shu yer haqida yozilgan qismini bizga manbashunos olim Botir Ali Yo'ldoshev o'qib berdi. Andin erta ko'chib, namozi peshin Kaldakahorga kelib tushdik. Atrof va navohida qalin havidzor edi. Bu Kaldakahor Tavr yeri voqe bo'libdir. Bihiraning 10 quruqida, Jut tog'ining orasida hamvor yeri tushibdir. Bu hamvor yerning o'rtasida bir ulug' ko'ldir. Atrofidagi tog'lardan yomg'ir suvlari yig'ilib, bir ko'l bo'libdir. Girdogirdi 3 quruqqa yovushqay. Shimolida yaxshi o'lang voqe bo'libdir. G'arbida tog' dominasida chashmadir. Bu chashma suvi balandlarga kim bu ko'lga mushrifdir. O'ltirur yer uchun qobil yer edi. Bog'i soldim, bog'i safoga mavsum. Xeyli xushhavo va safo yer voqe bo'libdir. Nechukkim sharhi kelgusidir. Kaldakahordan sahar otlanildi. Hamtoti ko'talining boshida bir necha yerlik el muhaqqar peshkash bilan kelib mulozamat qildilar. Abdurrahim Shig'ovulga kelgan kishini qo'yib, Bihira yuborildi-kim? Bihira eliga istimolat borib degaykim, bu viloyatlar qadimdan turkka taalluq bo'la kelgandir. Zinhor tavahhum va dag'dag'a o'zlariga yo'l berib, elni buzg'ali qo'ymasinlarkim, bu viloyatda el bilan yoqimiz bordir. Talon va taroj bo'lmag'usidir. Boburnomaning 254-qo'lazma varag'ida mana shu satrlar bitilgan. Hozir biz bu joyga kelib tushdik. Men o'tirgan joy Taxti Bobur deb ataladi. Qo'lazmalarda bu joy nomi asli joy nomiga qaytadigan bo'lsak, Kaldakahor nomi o'zgarib ketgan. Keyingi ko'chirishlarda Kaldakahorga aylanib Bobur toshdan yasattirgan taxt hozir ham saqlanib qolingan va sayyohlar maskani sanaladi. Bu yerdagi Chak Masri qishlog'ida Xorazmlik Shayx Bahouddin Zikriyo avlodlari istiqomat qilganlar deb sharh bergan ekanman. Hozir yuqorida o'qiganimiz ko'l mana shu ko'l bo'ladi. Bobur podshoh ta'rif keltiradiki, bu tog'lardan tushib keladigan suv natijasida yig'ilib ko'l bo'ladi deydi va buning atrofida havidzor deydi. Havidzor bug'doyzor, ya'ni bug'doy ekiladi. Otlar uchun baribir oziq-ovqat kerak bo'ladi shu narsa. Endi Boburda shunaqa bir xarakter bo'lganki, Bobur hazratlari ko'pincha mana shunday yakpora toshlarni ko'rganda, undan mana shunaqa taxt yasattirishi yoki bo'lmasa Kobulda, Duxolpurda va boshqa joylarda havuzlar qurdirgan. 10 gazga 10 gaz. Uning atrofida chamanzorlar qilingan. Biz hozir mana shu yerda kelib turibmiz. Buning uchun avvalo bizning mamlakatimizning Pokistondagi elchixonasiga alohida minnatdorchilik bildirishni istayman. Sababki mana shu bizning safarimizga sababchi bo'ldi. Shu bilan birgalikda Muslim institutiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu paytgacha bizlarni qo'llab-quvvatlab, bizni taklif etishlari va safarimizga hamrohlik qilishlari uchun va albatta ekspeditsiyamiz rahbariga. Pokiston Islom Respublikasini yangidan kashf etishimizda bizga Pokistondagi elchimiz Alisher To'xtayev, elchixonamizning xodimi professor Ravshan Alimovlar yaqindan ko'mak berishdi. Pokistonda Boburiylar merosi shu qadar ko'p ekanki, biz ko'pidan bexabar ekanmiz. Jumladan Bobur shoh o'z taxtini qo'ygan mana bu joy haqida ham deyarli ma'lumotga ega emasdik. Yangi nashrdan chiqqan Boburnomada manbashunos olimimiz Botir Ali Yo'ldoshevgina shu joy haqida qisqacha ma'lumot berib ketgan ekan. Elchixonamiz Pokistondagi Boburiylar merosini o'rganishda katta ishlarni amalga oshirib, bu borada ilm qilayotganlarni qo'llab kelishyapti. O'zbekiston Respublikasini Pokiston Islom Respublikasidagi elchixonasi mana bugun O'zbekistondan kelgan tarixchilar guruhi bilan birgalikda mana shu yerlarni ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz. Bugungi kunda elchixonamiz tomonidan juda ham ko'p xayrli ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan Pokistondan O'zbekistonga turistlar guruhlarini tashkil etish. Biz juda ham istardikki, ana shunday guruhlar O'zbekistondan ham
Pokistonga kelishlarini. Chunki mana bu yerda mana hozir biz turgan joyimiz bu juda ham bir katta tarixiy obida hisoblanadi, qadamjo hisoblanadi. Bizni turistlarimiz, ya'ni o'zbekistonlik turistlar ana shu joylarni ham ziyorat qilishlari kerak. Meni fikrimcha, Pokistonda bizni o'zbekistonliklar, bizni vatandoshlarimizni ko'radigan, ziyorat qiladigan juda ham ko'p joylari bor. Bu mana shu Kallaqaharga o'xshagan, Bobur taxtiga o'xshagan ziyoratgohlar Lahor shahrida, Karachi shahrida, umuman Pokistonda boshqa shaharlarda joylashgan juda ham katta bir tarixiy obidalar bor. Bizni hozir mana yo'limiz endi Lahor shahriga qarab yo'naltirilyapti. Lahor shahrida Xudo xohlasa ana shu Boburiylar avlodi bilan bog'liq bo'lgan, Boburiylar zamoni bilan bog'liq bo'lgan katta bir qadamjolarni ziyorat qilamiz nasib qilsa. Men o'zbekistonlik vatandoshlarimizni mana shu Pokistonga kelishlarini, Pokistonga kelib mana shunday bizni ajdodlarimizni qadamjolari bilan ularni barpo qilgan tarixiy obidalari bilan bor joylarni ziyorat qilishlariga chaqirib qolgan bo'lardim. Pokistondagi bu hududlarni jangsiz zabt etganini, shu toshga taxtini qo'yib e'lon qilganini Boburnamada yozib, bu joylarni bog'u rog'ga aylantirgan bobomiz Bobur Shohdan har qancha faxrlansak arziydi. Borgan joyini obod qilib, gullab yashnashiga hissa qo'shib, islomning go'zal qoidalarini bu yerlarga joriy qilgan buyuk bobomizning qilgan ezgu ishlaridan faxrlandik. Va albatta Pokistonga kelsangiz, shu joylarni ziyorat qiling. Buyuk Bobur Shohdan siz ham faxrlaning. Qarang, shuncha yil o'tsa-da, Bobur Shoh yaratgan bog'lar qanday go'zal bo'lib turibdi. O'tiraka taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ham yaxshi. Zahiriddin Muhammad Bobur qadami yetgan joy. Bu yerda Zahiriddin Muhammad Bobur 1519-yil 3-yanvar kuni bo'ladi. Men Boburning yilnomasini tuzganman, shu bilan birgalikda nima deydim, hijriydan milodiyga aylantirganimizga to'g'ri kelyapti va o'shanda ikkita voqea yuz bergan. Bittasi o'sha Hindistonni olish niyatida yurgan Hindol Mirza tug'ilganda uni ismini Hindol qo'yish masalasini va hozir o'zingiz ko'rdingiz, mana ta'riflagan Bobur ta'riflagan joy hali ham 500 yildan keyin o'sha holatda. Ko'lning paydo bo'lishi, suvning tog'dan tushib kelishi, mana bu tog' demak Jut tog'lari deb atalgan. Bu yerda Janjuha qavmi yashagan. Bobur bu yerdagi elatlar to'g'risida, qavmlar to'g'risida ma'lumot bergan. Buning nafaqat geografik joylashishi, hayvonot olami yo o'simliklar olamini, hattoki Bobur aytadiki, mana shu yerda Habidzor bor edi deydi, ya'niki bug'doyzor bor edi. Chunki lashkarga oziq-ovqat kerak. Mana shunday buyuk shaxs qadam etgan joyga kelishdi o'zi bir katta baxt. Meni qo'limda Boburnoma turibdi. Men bitta narsada ikkilangan edim. Ya'ni Kalda Kahor deb qo'lyozmada shunaqa ketgan variantlar ham bor. Birinchita qo'lyozma, lekin Kallar Kahor har qalay izoh bergan ekanman shu narsaga. Muslim instituti xodimlari bizni Pokiston tarixi muzeyiga olib borishdi. Bu muzey Boburiylar tarixi bilan boshlangani bizni quvontirdi. Bizning urf-odatlar bilan boshlangan ekspozitsiyalarni ko'rib, hali bizning olimlarimiz o'rganishi lozim bo'lgan mavzular ko'p ekaniga amin bo'ldik. Bular Mo'g'ul period deb yozgan, lekin aslida bular Temuriylar davri, Boburiylar davri bo'lishi kerak. Haqiqatan ham diqqat bilan qarasangiz juda ko'p bizga o'xshash narsalar bor. Misol uchun mana oddiygina e'tibor qiling, mana buni bizda yostiq bolish turibdi va mana bu kelinchaga e'tibor qiling. Ya'niki bizdagi urf-odatlarning bu yoqqa kirib kelishi, bizdagi o'xshashliklar, madaniyatning o'xshashliklari, urf-odatning o'xshashliklari, kiyimlarning o'xshashliklari yoki bo'lmasa mana orqa tarafingizga qarasangiz, orqa tarafingizda ham o'sha davrlarga oid mana miniatyuralar turibdi. Keyin mana hunarmandchilik tasviri turibdi. Yoxud bo'lmasa mana yaqinroq kelsangiz, bu Humoyun maqbarasi sanaladi. Ya'niki bu yerda nima o'xshashliklar bor degan savol tug'ilishi mumkin. Birinchi o'rinda ulardagi mana bu gumbazning O'rta Osiyodan ketgan, ya'ni Samarqandcha sulda deb aytishimiz kerak ularni. Shu andozalar qayerdan olindi? Samarqanddagi Amir Temur maqbarasidan olingan andozalar. Endi ozgina orqaga yuramizda buyuk saltanat asosi Zahiriddin Muhammad Bobur tasvirini ko'ramiz. Keling qaraymiz. Mana marhamat, azizlar. Mana bu yerda mana Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk davlat asoschisi. Bu nihoyatda chiroyli tarzda qilingan muzey.
Mana bu hozir biz turgan joyimiz Lokversa deb ataladi, Pokiston monumenti deyiladi. Mana biz hozir o'sha yerda Pokistonning butun tarixini tanish imkoniyatiga egamiz. Mana bu yerda ko'rib turibdi va islom dinining Hindistonga kelishida Boburiylarning qilgan xizmati to'g'risida qisqachagina bu yerda ma'lumotlar keltirilgan va keyingilar davom etadi. Ma'lum bir muddat Sherxon Suriy Boburiylarni siqib chiqargan edi. Mana shu tarzda mana birma-bir ketyapti. Mana endi bu yoqqa qarasangiz Akbar davridan boshlanadi. Akbarning davlat boshqarishga oid tartib-qoidalar to'g'risida gapirishganlikda islomning Hindistonga kirib kelishida uning qanaqa rol o'ynaganliklari xususida. Mana orqa tarafingizda esa buyuk Humoyun turibdi. Humoyunning tarixi qisqachagina berilyapti. Keyinchalik albatta mana bu endi arxitektura haqida ketganda Toj Mahal va yuqorida aytib o'tganimdek, mana shu Toj Mahalning andozasi Samarqanddagi Amir Temur maqbarasidan olinganligi. Mana shunday tarzda, chiroyli tarzda Pokistonliklar nima deydi, Boburiylarga bo'lgan ularning ehtiromi, ularning tarixini yoritib berishi biz uchun faxrlidir. Pokiston Islom Respublikasida o'zbek davlatchilik tarixiga oid manbalarni o'rganayotgan yosh olimlarning borligi bizni quvontirdi. Tadqiqotchi Ali Jibran ana shunday yoshlardan. U Xo'ja Ahror Vali avlodlarining Boburiy podshohlar bilan munosabatlari haqida ilmiy ish qilgan. O'zbek tilini ham ancha o'rganib olibdi. Tadqiqotim Xo'ja Ahror Valining avlodlarining haqida, maxsusan bu avlodlari ki Hindistonda va Pokistonda Boburiylarning davrida faol bo'ldilar. Hozir men bir kitob yozaman va bu kitob Xo'ja Ahror Valining maxsus avlodlaridan bittasi general va bittasi sufi va bittasi siyosatchi ning haqida. Ularning ismi Abdullah Khan Firozjang Ahrori va xudo xolasa kelayotgan yilda bu kitob mukammal bo'ladi. Bu kitobda hammasi manbalar asosan Sankt Peterburgdan topoldim. Chunki o'sha yerda 13 xatlar bor ki Xo'ja Ahror Valining avlodi Shohjahon podshohga berdi. Va hammasi xatlarda ham urushning haqida, ham harbning haqida va ham tasavvufning haqida ko'p yoziladi. Menimcha hammasi manbalarda bittasi mesaj bor va bu mesaj o'zi hayotida mizonlashning haqida dars beradi. Ki yaxshi odam bo'lish ning yo'li qayerdan keldi va qayerga ketdi bu. Pokiston safari biz uchun juda sermazmun va manfaatli bo'ldi. Muslim instituti taklifi bilan uyushtirilgan safarimizda yangi do'stlar orttirdik. Yangidan yangi manbalarni topdik. Bu haqda keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta hikoya qilamiz. Hozir esa xayr, omon bo'ling.